namoyishga Turkiyadan berish imkoniyati bormi debdi. Turkiyadan berish imkoniyati hozircha yo'q qarindoshlar, pasport masalasi tufaylidan. Bir qism kishilarga viza vatib berilgan avvallar bor, ammo ular Turkiya vatandoshi bo'lganligi uchun ular kelalaydi. Qolgan qarindoshlarningki kelish ehtimoli biroz ko'proq bo'ldi. Asosan Türkiye vatandaşı bo'lmagan qarindoshlar kelib bo'lmaydi. Shuning uchun bu qarindoshlarimizni Turkiyada qarindoshlardan bu so'rasak ham bo'ladi, biz boshqa bir amal qilolmaymiz. Ammo Turkiyada namoyish bo'ladi-ku deyman. Turkiyada namoyish bo'lganligidan xabar beradigan qarindoshlar bormi? Ishkironga yozib baqsanglar. Türkiye'de 4. ayının 27. günü namoyish bo'lamdi. Çünkü bu aldıraşçılıkta ba'zan xabarlardan mahrum qoldik qarindoshlar. 2 kundan beri şu Belgiyada turib nim qilyapman. Belgiyaningki kelgan mehmonlarni kutib, ba'zi yig'inlarga qatnashib, nihoyat yaxshi faoliyatlar bo'lyapti. Bu gap yo'qmi? Turkiyada nima uchun namoyish tashkillanmadi? Teşkilat başlıklarına müracaat qilib baksam, bu işkiran orqali, bu bizning işkiranımızga teşkilat başlıkları asas kirmeydi. Çünkü bu adam nereden çıkkandı? Deydiganlarmı bor. Bizning işkiranımızın içilganligi uchun nihoyat ensirab, achchiq gap. Bu nereden çıkkandı bizninki Umutumuzu topu çiçip diyenlerimi var. Bana ayrım telefon kılıp nim qilganlarmi var, nasihat qilganlarmi var. Bizning xizmatimizdan bek ilgirlab ketayotganligiga, bunday bo'lsa bo'lmaydiganligiga deganlarmi var. Bizningki ziyorat qilgan odamlarimizga alohida telefon qilib, uni to'xtatib qo'yayotganlar bor tashkilotlardan. Ba'zi media organlaridanmi telefon qilib, bizningki qilayotgan xizmatimizningki ba'zida bek ilgirlab ketganligi, bu shaklda bo'lib qolsa bo'lmaydiganligi to'g'risida gap qilganlarmi bor. Bu ishkiranning keyinda nurg'unlagan avvallar bor qarindoshlar, biz uni Alloh xohlasa hammani deb yozib qo'yadimi? Bizga suiqasd planlayotgan tashkilotlar, bizga suiqasd planlayotgan shaxslar bizni ilmiy yo'ldan emas, tanqidiy yo'ldan emas, obzor yo'li bilan emas, sen to'xtab qolsang bo'ldi degan yo'ldan, buning qilayotgan ish xato degan yo'ldan va buning ishkiranib chiqadigan bo'lsanglar bizdan arilisizlar degan yo'ldan, buning ishkiranib chiqadigan bo'lsanglar tashkilotdan chekindirisizlar degan yo'ldan kelayotganlarmi bor. Balkim ularning o'ziga to'g'ri edi. Ammo umumiy vaziyat yaxshi. Umumiy vaziyat yaxshi, qo'llash, embarlash. Bularni xalqimizningki fikran bo'lganligimiz uchun xalqimizdan qo'llashni yaxshilayapman. Ammo bugungacha tashkilotlardan qo'llash, quvvatlash ma'naviy tarafdan bo'layotdi. Ba'zi tashkilotlar meni yaxshi qo'lladi. Ammo moddiy tarafdan hech qanday bir tashkilotdan bir yordam qilmadik. Ammo xalqimiz ichidan bizni moddiy, ma'naviy tarafdan qo'llaydiganligini bildirayotganlar bo'layotdi. İnşallah bu namoyishda keldiganlar shuni deymiz, agar moddiy tarafdan qo'llamoqchi bo'lsanglar, mush namoyishni qo'llasanglar bo'ladi inshaalloh. Chunki biz taraqqiy qilamiz deyotgan bir organ bizni moddiy tarafdan qo'llamasa biz taraqqiy qilolmaymiz. Hamma ishga pul ketadi, ish ketadi, kuch ketadi. Sonimiz az, shaxsan men bir odam ishlayman, maoshsiz. Buni maoshli qilish kerak. Hatta 24 saat yayın kıldıgan televizyon aylandırış lazım. İşhanlaştırış gerek, işhanımız mı yok? Kompüterlaştırış gerek, şu dijital kompüterlerle aran elip varımız. İşçik, gepcik, faaliyetcik ama maddi
manevi destek mıcık boladıdı Allah'ın rahmetiyle. Ama maddi cihetten hech qanday asosan destekler asosiyatten az bir ikki qirindishimizni hisob qilmaganda ba'zan qiyinchiliklarni hal qildi. Qolgan şekilde hech qanday bir tashkilot, hech qanday bir shaxslar tarafidan moddiy tarafdan desteklanmadik. Bu mu bir Allah'ınki cezası yoki rahmeti. İnşallah bundan keyin unda bo'lmas. Ümit Agahi efendimmi kiribdi. Assalomu alaykum. Qurultayning rahbarlaridan birisi. Bo'lsa men qurultayning rahbarlarimi mening qaqishimni anglab qo'ysanglar bek yaxshi. Men bu ekranda qaqishimsam ayrim ko'rashganda faqat qaqishim kelmaydi ekan. Qizil yuz adam dardimni yetqim kelmaydi ekan. Ularning maqsadi Uyg'urninki uchun ilib kishidan endişe qilayotgan la debdi Zumrat xonim, Alloh rozi bo'lsin. Ammo nim qilmaylik, haqorat so'zini ishlatmaylik. Agar haqorat so'zini ishlatadigan bo'lsak, bu vatan xoinlariga haqorat so'zini hammani ishlatsak bo'ladi. Burun vatan xoini faqat Xitoyga Uyg'urni sotgan odamni biz vatan xoini deydik. Ammo hozir bu vatan xoinlarininki nimisi chiqyapti. Yani süpetleri xalqimizni namoyish namoyishga tashabbus qilmayotgan bu mujodalaga aralashma da'vat qilganimi biz hozir vatan xoinlarininki X pilodisininki yoki X kopininki ichiga ilyapmiz. Kimiki sen bu namoyishdan aralashma, sen bu işleri hazır jiroq tutibdi. Ata-onamiz disi boshqa. Çünkü ata-onamiz boshqa narsani o'ylab deydi. Ammo chet eldagi vatan xoinlari Uyg'urlarni bu mujodala qatnashayotganlarni, bu namoyish qatnashayotganlarni hem jim turinglar degish zamoni o'tib ketdi. Burun deydi. Burun vatanga uchib chiqmasang bo'lmaydi. Ata-onang vatanda bor deb burun deydi. Hem de bu kundan keyin hem de sen bu bir adam bu vatan millet davası qatnashima, namoyish qatnashima desa sen hem de tuttu deganini biz vatan xoinlarining ichiga hem de tırnaqdan birini içip ilişki başlayışımız gerek. Başlayımız qarindoshlar. Ağzımızda iniq sen vatan xoini demesekmi, hurmat yusidan, fitna termaslik yusidan seni biz senin jamiyatda taqtiyotgan fitnalaringni, insonlarni bu yoldan to'sayotganligingni biz tömö depterga yozib qo'yapmiz. Gollandiyadan bir qanchasi bor, Germaniyadan bir qanchasi bor. Bu mujodaladan Xitoyga qarshi bu yo'ldan chandumay xalqimizni to'sayotgan vatan xoinlari. Bular xolis normal odamlar, qarshi 5 vaqt namoz, qarshi Uyg'ur, qarshi to'y-to'ygillarimizda bor, qarshi hatta yig'inlarga qatnashib qo'ydi, ammo astirdan sen chiqmay tutdug'in. Sen qilmay tutdug'in. Yo'q, ertaga vaziyat o'zgarib qolsa, Xitoy ishni ichib qolsa, Xitoy yumshab qolsa, Xitoyning ishi og'rib qolsa bizga biz yana ertaga yana shu jon lozim bo'ladi. Vatan kirib chiqish lozim bo'ladi. Yani şu urf tuqqanlarımız vatanda deb mandaq siyliq shakar yalqilgan bombalarni etib xalqimizni bombalayotgan, parchalayotgan mav vatan xoinlarini buningdan keyin hamda turmushimizdan, hayotimizdan, yig'inimizdan, namozimizdan siqib chiqarishga to'g'ri keldi. Shuning uchun men temadan biroz jiroqlab ketdim. Agar Turkiyadagi tashkilotlarning kuchi yetsa, agar ulgura olsa, ertaga namoyish qila olsa bek yaxshi deyman, qarshi olaman va teşebbüs qilma oddiy bir fuqarolik suhbatimda inshaalloh. Bizning xalqimiz namoyishga kechikkan bilan videoga qalaman deb ko'ngilda shu qo'rqinch bor debdi.
Aziz qarindoshlar, videoga chiqib qilishni xohlamaydiganlar voy niqob taqab chiqing deyapmiz. Men hozir yuzimning yerimini ko'rsatmadim sizlarga, videoga chiqib qolmaydi. Videoga chiqib qolamiz desak, masalan, bunda qilib qo'ysak bo'ldi, masalan. Videodan ner tursak bo'ldi. Niqob taqib olsak bo'ldi. Aziz qarindoshlar, niqob yasab ekilayotganlar bor. Sulyav niqoblarni nayt azam pulga berdi. Yüzümüzü taqib olsak bo'ldi. Video olgan yerlardan jiroqroq tursak bo'ldi. Uningki ko'rinish qurollari ko'p. Uni bana qilmayli. O videoga chiqib qolaman, rasmga chiqib qolaman degan narsa bana. Mana videoga chiqmaymiz so'zligil bo'ldi mana, qaranglar. Videoga chiqmayman namoyish qilib bo'ldi. Hozir mening yonimda bayroq yo'q, qaranglar, ko'k bayroq yo'q. Derizini ko'ryapsizlar. Yo'lni ko'ryapsizlar. Ko'k bayroqni ko'tarmayman, bu inqilobni qiyqili bo'ldi. Videoga chiqmayman, bu inqilobni qiyqili bo'ldi. Rasmga tushmayman, bu inqilobni qiyqili bo'ldi. Yetarki, bu inqilobdan to'sidigansiz. Buningdan keyin vatan xoin deyishga boshlaymiz qarindoshlar. Mana butun xalqimizga anglitishimiz kerak. Bu faqat bizning ikkironimizda o'tirgan qarindoshlar deyilayotgan so'z emas. Qalbimdagi samimiyatimni deb qo'yapman. Bizning zamonimiz o'tib ketdi. 20 yil, 30 yil ko'tarib olgan bu inqilobni tashkilotli ko'tarib olgandi. Tashkilotni shu 4 odam qildi. Shu Robiya xonim qildi, shu O'chi qildi, shu Maqsum hojim qildi, ya O'chi qildi, ya Abduqodir Yapchan qildi, ya Palonchi qildi, ya Po'konchi qildi. 10-20 yilning yog'i. Ammo endi xalqimiz buni qo'lga olish lozim. Bu inqilobni, bu mujodilani, bu Xitoyga qarshi harakatni ko'tirib berib etmayli qarindoshlar. Biz alayli. Xato qilayotgan bo'lsa, keyindan gap qilmayli. Mana shunday erkin so'rinda deyli. Sen xato qilayotsa, sen ma iqtisodni yeb ketding. Sen maishni xato qilding. Sen ma inqilobni xato yo'lga boshlab ketding. Tashkilot, rahbar, lider deydigan zamonimiz keldi. Tashkilotlarimiz qattiq silkinyapti, uyg'onyapti. Islohot qarab yuzlanyapti. Qarab beqinglar. Chunki men bir video taqatdim. Belgiyada ishilgan yig'inda ko'chada yedik tamoqni va non bilan suv yedik. Esil tamoqlarni yemedik. Tashkilotlarmi iqtisodiy ishlarga qattiq diqqat qildigan, buningdan keyin ishlar bek yaxshi qarab yuzlanyapti. Nima uchun shunday bo'lyapti bilamsizlar? G'aybat qilmay, haqiqatni o'ttirdi qo'ysak, Xitoydan qo'rqmaganni o'zimizninki sözümüzni canlıq o'ttirdi qo'ya olsak, albatta bizningki sözimizni insonlar diqqatga oladi. Aziz do'stlar, o'z xatlarni uyg'urcha yozgan bo'lsanglar, men mashinada ishtik o'qishga yaxshi bo'ladi. Men sizlarning xatinglarning hammani anda uzun xat yozsanglar o'qib bo'lmaydi ekanman, chunki menga jon lozim. 100lik surat bilan ketyapman, 130lik yo'lda. Sizlar bilan paranglashman deb. Pokkida o'lib ketib qolsak, duo qilib qo'yasizlar. Alloh umrimizni uzun qilsin. Ya'ni deyli, qilayli, aytayli, so'zlayli, xato qilganni tanqid qilayli, haqorat qilmayli. Xato qilganga obzor e'lon qilayli, keyindan g'aybat qilmayli. Xato qilgan tashkilotlarni qarindishim, tashkilotim, rahbarim, hayatım, yo'ldishim, sevgilim, do'stim, sening maishin xato bo'lib qoldi deyli. Biz zuvanimizni gachi bo'lolmayli. Alloh Qur'oni Karim degan gachilarga o'xshab qolmayli. Xatoni tuzlayli. Tuzatgan kundan tortib bu tashkilotlarimiz isloh bo'ladi, tuzdidi. Iqtisodlarimizni yavanmaydi. Chiqqan iqtisodlar yo'qolib ketmaydi. Buningdan keyin men bir narsa ko'radim qarindoshlar. Hammanglar ko'raysizlar aslında. Aslında hammanglar ko'rayapsizlar. Tashkilotlarning uyg'onayotganligini, isloh bo'layotganligini, to'g'ri yo'l menayotganligini, ittifoqlashayotganligini mana hayotimizda tunji qitim Istanbulda tashkilotlar birligi qurildi masalan. Bu chet elda unda bir tashkilotlar birligi qurilib boqmagan.
hozir qurildi. Yevropadagi tashkilotlarni birlashib qarab yuzlanyapti. Birlashimiz, ittifoqlashimiz, hamkorlashimiz degan gaplar bo'lyapti. Nima uchun? Xalq o'g'inib ketdi. Xalq hamda aldanmaydigan bo'ldi. Xalq hamda nimasi ma'qul demaydigan yerga keldi. Xalq hamda to'xta, bizni aldavermagin, bizni bo'zaq qilavermagin, bizni avar qilavermagin deganligi uchun tashkilotlar hamda biz hamkorlashmasak bo'lmaydi ekan, biz hamda hisobotni taqim aniq qilmasak bo'lmaydi ekan degan yerga kelyapti aziz do'stlarim, qarindoshlar. Buning uchun biz hech qanday tashkilotni hozircha tanqidlamayli. Hurmat qilayli, agishayli. Rahbarlarimizga agishayli, tashkilotlarga agishayli. Tashkilotlarning ichiga kirayli, yaqin turayli tashkilotlar bilan. Ammo u tashkilot xoinlik qilib qolsa, ammo u tashkilot iqtisodiy qo'yimchilik qilib qolsa, ammo u rahbar to'g'ri yo'lni tutolmay qolib qolsa, mazmunimizni ichib, dasqonga aldanib ketmay, muomalaga aldanib ketmay, sen haq yo'lning ustida eding, men sen bilan birga edim, sen bu yo'ldan adashding, men sendan ayrildim degan bu misrani o'qib, o'zimizning yo'lni arib, haq bo'lgan tashkilotlar bilan birlashishimiz kerak. Birlashish deb o'zimiz tashkilotga yaqin kelmasak, tashkilotlarni qo'llamasak, tashkilotlar bilan birga mangmasak va yoki o'zimiz yangi bir ideyalik, yangi bir projalik, yangi bir planlik tashkilotni qurmasak, bu biz bu gapimiz yolg'on bo'lib qoldi qarindoshlar. Ben qarindoshlarim bilan bu bir soatlik vaqtimdan foydalanib bir do'stona bir parang qilay deb o'ylagandim, ammo yana shu siyosiy parang bo'lib ketdi. Chapanimizni qaqsaqmi shu yanchiqimizdan siyosiy narsalar to'kildigan bo'lib qoldi. Nima uchun desa, hozir Yevropada va yoki Turkiyada bo'lsin, bizning eng chong ko'zlarimiz siyosiy faoliyat bo'lib qoladi qarindoshlar. Buning uchun hozirgi fursat bo'lmoqchi. O siyosiy faoliyat deganimi davomli qiyqilib bo'lmaydi. Bir kuni kelsa Turkiyaninki vaziyat o'zgarib qolishi mumkin. Bir kun Yevropaning vaziyati o'zgarib qolishi mumkin. Bu gapni to'g'ri demaysiz debdi. To'g'ri demaymiz aziz qarindoshlar, to'g'ri demay kelyapmiz, ammo unda qaydadan ishiversa ba'zi insonlar o demay bo'lmaydi. Biz kichik bola emas. Biz uning yanchiqidagi ochqucha emas. Ular sep qo'yib vaqtga ishlatib, qulupini ichilib, undan keyin yana ochqucha ilib qo'ydigan. Biz bir odamning so'mkisi emas. Ishiltilgan vaqtida seritmin ichib, binasini qochilab, bo'yniga isib, menib safaridan ishidan tugab bo'lgandan keyin elib pokkada uyning bir bo'chkiga yoki ombariga tashlab qo'ydigan so'mkisi emas. Biz haqiqatni ko'tarib chiqamiz, Uyg'urlarni ittifoqlashtiramiz, tashkilotlarning kuchlanishiga yordam beramiz, isloh bo'lishi uchun qadam tashlaymiz, qarindosh bo'lamiz deb ismimizga qarindoshlik degan ismni qo'yib studiyo va jamiyat qurgan bir qonuniy tashkilot va yoki bir studiyo biz aziz qarindoshlar. Buning uchun biz bugungacha hech kimning aybini ochmaymiz. Ochmadik. Hech qanday tashkilotni hozirgacha oyog'ida keyindan g'aybat qilmadik. Rahbarlarning keyindan g'aybat qilmadik. Faqat kim xato qildi ekan, mush ichkaranga chiqib turib, yüzümüzni ko'rsatib turib, sen xato qilding qarindishim, do'stim, hayotim, jon yo'ldoshim, men sening qarindishing, men sening millating, men sening sevgiling, sen xato qilding, bu ishni xato qilmagan aziz do'stim deymiz. Yo'q men xato qilaman, yo'q men xiyonat qilaman, yo'q men bu millatning pulini hajlayman deydigan inson, shaxs, tashkilot bo'lib qolsa, stop deymiz. Arabcha qiyf deymiz. Xitoycha nima deyishini bilasizlar? Tu, joyingda jim tu deymiz. Joyingda jim tu. Endi aldash yo'li yo'q.
endi avar qilish yo'li yo'q. Endi bu xalq sening so'zingga ma'qul demaydi. Deymiz, buni ekranda deymiz. Agar xatoni qilaversa, uning raportini tayyorlagandan keyin, isbotini olgandan keyin hech kimga tuhmat qilmasdan, hech isbotsiz bir ish qilmasdan xato qilaversa, uni sen xato qilding deymiz. Men xato qilsam, men deyishinglar kerak. Keynimdan g'aybat qilmasliginglar kerak. Meni deyishinglar kerak. Bu ko'zoynakni taqib olib, mindavatqandu, ko'z ko'mayotganmidi deb qolmanglar. Ko'zoynakni ilib olsam, ko'zim ko'raverdi. İnşallah. Yani deyishimiz kerak. Shuning uchun bizga hozirgacha yomonlik qilayotgan shaxslar, tuhmat qilayotgan va yoki bizning bu xizmatimizni to'sab qo'ymoqchi bo'lgan shaxslar bor, yo'q emas. Va ba'zi bir qism tashkilot desakmi bo'ladi, demasakmi bo'ladi, ig'izda bor, amalda yo'q. Bizga to'sqinlik qilayotganlarmi bor? Biz sabr qilyapmiz, ma'qul deytimiz. Ular tuhmat qilib qo'ymasligimiz uchun, ularning inovatini to'kmasligimiz uchun, ularni buningdan keyin to'g'ri yo'lga ketib qilishiga sabab bo'lish uchun hozirga qadar hech qanday bir shaxsning ismini tilga olib turib, hech qanday bir tashkilotning ismini tilga olib turib, mashina mana bizga mana to'sqinlik qilyapsiz demadik, demaymiz. Ama bizning bir sabr qachimiz bor. Bizning bir ikki urdigan yerimiz bor. Shuning uchun hamma odam o'zini bilish lozim. Hamma tashkilot o'zining qilayotgan ishini bilish lozim. Bilyapti inshaalloh. Men hozir shundoq ochig'imda ba'zan so'zlarni so'zladim, ammo haqiqatan men hozir o'rtamdan rozi qarindoshlar. Hozir xalqimizdan sizlar rozisizlar balkim. Uyghur xalqining uyg'onish masalasi u ayrim bir masala. Bir millat degan vijdonda uyg'onib ketmaydi. Larido turmusdan qochish deb bir kino bordi. Yahudilar bu turmuga solinadi. So'nilib bu turmada, bu kampida bir qancha ming odam bor, cho'ng bir turma. 5-10 shu aqlli odamlari shu turmadan qochishni planlaydi. Ama ki biz 5-10'umuz kaçmaylı, bütün turmadaki halkımızın hemmini, ya Yahudilerin hemmini biz kutulduraylı, biz çoğun bir proje plan düzeyli de uzun tayarlık kılıp bütün turmadın bir qancha ming adamni hozirgi tarbiyalash lageri degan getlarninki qurgan tarbiyalash lageridan qutuldirib chiqish uchun bir plan tuzib, uzun muddat harakat qilib puxta plan tuzib chiqib bu turmadan qochadigan kunisi ishni boshlaydi bular. Her yerga adam qo'yib, ba'zilar turmush saqchilarining qurolini tortib oladigan bo'ladi, ba'zilar yer ostidan qo'lab chiqib sirtidan eshikni ochib birdigan bo'ladi, ba'zilar dastlabki qadamda o'lib birdigan, ya'ni o'q tutgan vaqtida dastlabki qochishga oldiga chiqadigan, endi ular o'lgandan keyin boshqalar qochib ketadigan, har xil planlanib, hammani puxta qilib tuzib bo'lgandan keyin endi ishni boshlaydi u kun. İşini başlap turmadan kaçış başlandı. Başlanıp çık geçildi, belki çigirla turmanın tamları çakıldı degandek. Kaçıvadı bula turmadan. Kalbilik bir kaçış buludu. Ama turmanın oturusunda çoğun bir meydan var. Bir kısım insanlar öldürüp aldı, kaçmay. Jügün deydi, kaç deydi, öldürüp aldı. Neymiş kaçmaysa siyak deydi, korkaydı. Hem adam kaçıp gidiyordu da ama turmanın içinde öldürüp aldı, kaçışını kalamaydı bula, ayakkayı, turmadı kalımız deydi. Bir milletin içinden erkinlikini söymeydik Allah'ımı boladı iken karındaşlar. Bir milletin içinden aşı Xitayning asimilatsiyasi, Xitayning terrorligi, Xitayning qo'lida yashab olsak bo'ladi deganlar bo'ladi ekan.
Aşta Uygurlar bo'ldi ekan. Biz uning Uygurligini e'tirof qilaylik qilmaylik, aşta bo'ldi ekan. Shundaq necha oylik plandan keyin turmadan qaytishni planlab, ashni tuzgan insonlar shularni tatidi, oxiri so'raydi, qo'ldan tatidi. Meydanning o'tirisidan tatib qochib ketgan qarindishim bu turmadan erkinlik chiqsa desa, hammadan erkinlik chiqyotdi. Bu bir qism odamlar ay qo'lidan tasimi yo'q, men qochmayman deb turibdi. Bu millatning bu filmni ko'rganlar bordi balkim. Demak, Uyg'urlarning ichidami uyg'onmayman deb turib olganlar bo'lishi mumkin. Yo'q, men Xitoyning bu zulmida yashayverman deganlar bo'lishi mumkin. Chunki ayni zamonda O'rta Osiyo, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekistonlar mustaqil bo'lgan davrdimi, kommunizm yaxshi edi, Ruslar yaxshi edi, Sovet ittifoqi yaxshi edi, tuzilma deganlar nihoyat ko'p chiqqan ekan. Xitoy bizning mustaqil bo'lganligimizni biladi. Xitoy bizning hamini bir kun erkinlik erishganligimizni biladi. Va tilkal ayyamin nudavilaha degan oyatni o'qidi Xitoy. Bu davrning almashib turganligini, bu kuchli davlatlarning bir kun ojizolat kuchliganligini, ojizlarning kuchli davlatga aylanib turadigan necha ming yillik insoniyat tarixini biladi. Buning uchun kelgusi avlodlarimiz mustaqil bo'lgan kunimizda bir qism insonlarning chiqib yoki 30-40% ya 10-20% Uyg'urlarning chiqib, ya'nilam kommunizm tuzumi yaxshi edi, ya'nilam Xitoy Kommunistik partiyasi yaxshi edi degan fikrdagi insonlarni va Xitoy kommunistlarga moyil bir hukumatni hech bo'lmaganda shu vaqt biz ashta hukumat qura olamiz deb ba'ziga Ruslarga moyil O'rta Osiyo hukumatlariga o'xshash hukumat qursak-mı? Hozir mesela O'rta Osiyo 90-yilda tatib mustaqil bo'lgan bo'lsa, 91dan tatib, hozirgacha Rus hokimiyatiningki qo'lida va yoki Xitoy hokimiyati qarab eg'iyotdi. Lekin men o'zimning hokimiyatini qurib chiqay, o'zimning erkinligimni mangay, namurat qolsammi degan narsa hozircha O'rta Osiyoda chiq shakllanmadi. Buning uchun Qozog'iston o'zining bugungi qozoqlar o'zining zulmiga uchqayotgan bo'lsin, Xitoyning zulmiga uchqayotsin, Qozog'iston hukumati bir hukumat turib o'zining qozoqlarini qo'g'dab qololmayotdi. Nimishqa yanilam shu kommunizmga moyil yoki ayni zamondagi Sovet hukumatiga moyil asimilatsiya bo'lib ketganligi uchun, o'zgarib ketganligi uchun hozirgacha qutlanmayotdi. Sharq Turkiston mustaqil bo'lgandan keyin bir qism Uyg'urlar kommunizmga moyil Uyg'urlarni yasab chiqish uchun bugun Xitoy jiddiy shaklda bizning farzandlarimizni, xalqimizni assimilya qilyapti. Kommunizmni so'ndiryapti. Bugungi kampalarning qurilishi ham shu kommunizmni so'ndirib, mustaqil bo'lgandan keyin Uyg'ur xalqini bir mezgil 20-30 yil, 40-50 yil biz tutib tura olamiz degan mana cho'ng narsani o'yladi Xitoy. Bak cho'ng narsani. 100 yillik planni o'yladi Xitoy. Shuning uchun O'rta Osiyo bir kun qo'zg'alib ketsa, Sharq Turkistonga yordam beradi deb O'rta Osiyoning qo'lga olishni o'yladi Xitoy. Bu so'zlarni men mishada to'xtatsam, aziz qarindoshlar, makonimga, ya'ni manzilimga oz qilyapman. Qarindoshlar xat yozyapti, xatlarni o'qimadim. Bek muhim gibi va qarindoshlar bo'lib qolsa, fikrini yo'llasam bo'ladi. Rampiz vet bereymi debdi. Aç qolgan bo'lsangiz rampiz vet berey deydi bo'ladi. Men jangliq qilib bir rampiz vetni qarindishim yaxshi ko'rma. Bek ochiq bo'lib ketmasin. Dönköyrükning bo'lsin bo'ldi. Qashqa yetganing bo'lsin bo'ldi. Xoten Chunqu bozorning bo'lsin bo'ldi. Qo'lji tashlabkining bo'lsin bo'ladi. Shu ochiq bo'lmagan bir rampiz olsun versanlar hozir. Xo'sh. Qarindoshlar bekjiq inkos yozibdi. Kechirisizlar, men inkosni o'qib, qarindoshlar bilan ham suhbat bo'lib, inkoslar qarta inkos bildirib, bunda qilma deb o'ylab ekanman, bo'lmadi mashina. O'zingizlar ko'ryapsizlar. Shuning uchun buguncha kechirib turinglar, chunki men xalqchil bir ishkiron qurishni
azaldan o'zimning nishoni qilib keldim. Cho'qim bir tashkilotga bog'lanmagan yoki bir hukumatga bog'lanib qolmagan xalqaro faqat Uyg'ur xalqini asos qilgan, Uyg'ur xalqining ovozini yangrtadigan, Uyg'ur xalqi bilan tashkilotlarningki beg'ini chingitadigan, tashkilotlar o'rtasida muhabbat va munosabat qurishga yetaklaydigan, tashkilotlar bilan tashkilotlar o'rtasida ittifoqlikni, hamkorlikni kuchaytirishga yordam beradigan, bu shakldagi bir ikronni maqsad qilib bu xizmatni qilyapmiz. Haqiqat yani betaraf bir ikron emas. Kim haqiqatni ko'tarib chiqsa, biz shuningki xizmatini qilamiz. Chunki haqiqat biz o'zimiz va uning keyindan cho'qim mengishimiz kerak. Biz haqni so'zlamay, boshqalar haqni so'zlab qolsa, yo u meningkiga kelish kerak, men uningga kelmasligim kerak degan gap qat'iy yoqmaydi. Biz albatta haqni kim so'zlasa, kim haqiqiy ish qila olsa, kim xalqning maydonida turib, Uyg'ur xalqining maydonida turib ish qila olsa, manfaatiga ish qila olsa, kim xalqqa bera olsa, xalqdan olmaydi, xalqqa berish lozim. Bizda ta'tibiy ish bo'ladi. Ta'tir bir ish. Bak ta'tir bir ish. Tashkilotlar xalqqa berish lozim. Xalqqa berish lozim. Xalqdan hozircha olmaslik lozim. Aziz do'stlar, biz buni asos qilib Uyg'ur qarindoshlik studiyasi hozir qilayotgan butun ishimiz xalqqa berish, xalqni mukofotlash, iqtisodimizni xalqqa berish, xalqqa xizmat qilish, hargizmi xalqdan yig'ish ilish emas. Bundaqda bu tashkilotlar xalqdan olmasa, bu nereden topadi o pulni, o nimani deymiz? Tashkilot qurganlar, tashkilot a'zolari, tashkilotninki uyi nimalari yanchiqdan chiqarish lozim. Yanchiqimizdan chiqarish lozim qarindoshlar. Bir nonni tang yeyishimiz lozim. Bir qatimliq ta'tilimizni qurban qilib, bir qatim ta'til qilsa, Yevropada eng azda 1000 yevro pul ketadi. Ta'til qildiganlar 2-3 davlatni planlagan bo'lsa, Turkiyani yoki Yevropadagi bir qancha davlatni planlagan bo'lsa, 3 davlatni planlaganlar 2ga, 2 davlatni planlaganlar 1ga, 1 davlatni planlaganlar bo'libdi. Mush qatimliq ta'til pulini xalqimizga berib, men kelar yil ta'tilga chiqay deyish lozim. Mavu xalqchil tashkilot, mavu xalqchil rahbar. Rahbarlarimiz mı pulni chiqqan vaqtida yo'q, men xalqimga berishim kerak deb rahbarlar yanchiqlik pulni chiqarib xalqqa berish lozim. Aziz do'stlarim, ondan keyin bu tashkilot taraqqiy qiladi, ondan keyin bu shaxslar rahbar bo'la oladi, lider bo'la oladi inshaalloh. Ilib bani o'qishimiz kerak. Ilibni o'qib, bani o'qimay tashlab qo'ysak bo'lmaydi. Hammalar ilib va o'qib boqqan maktabda berish kerak. Berish Allohning sunnati. Berish payg'ambarimizning sunnati. Sunnat degan gap yo'l qoidasi degan gap qarindoshlar, xato tushunib olmanglar. Allah birinchi yo'lab bergan insonni yasagandan keyin uningga butun a'zolarni berishga boshlagan. Allah aqlni berdi, ne'mat. Va cho'ng ne'mat aql. Allah Ademni yaratib bo'lgandan keyin bir bog'chini yasab, u bog'chini berdi o insonga. Undan keyin bog'chida bu inson yolg'iz yurib qolmasin, men buningga bir muhabbatni, buning bir muhabbatini beray. Buningga bir jupni beray. Yolg'izlik menga xos. Men yolg'izman. Men sherikim yo'q. Men bir iloh. Meningdan boshqa hamma narsa va xalaqnakum azvaja. Hamma narsa jup. Uning jupti bor, uningki qo'shnisi, uningki sheriki bor deb Ademni yolg'iz qo'ymay Allah bir qiz bolani yaratib, o qiz bolaning ismiga Havvo degan ismni qo'yib, Adem jannatda uxlab uyg'ongan vaqtida, ya'ni o bog'chida, uning endi bir go'zal qiz nazlab, karashmalab, "Men sening adaming, ey Adem. Men sening do'sting, men sening xotining, men sening hayot yo'ldishing.
men sening jupting, men sening muhabbating deb bir qiz bola odam bilan bu yerda o'zining eng go'zal hayotini boshlagan. Hayotni bergan Alloh. Ondan keyin ular izib chiqib ketgandan keyin, o bog'chadan chiqarilgandan keyin zamonga tushirilgan. Alloh deganki, teriqchilik qil deb, teriqchilik yo'lini bergan. O kundan bu kunga biz o odamning bolalari va hayvonning bolalari bo'lib yashab kelyapmiz. Ko'ryapsizlar oftobda. Hozir telefonda ko'rish imkoniyatim yo'q. Allah insonni güneş bar bir yerga, yani quyosh bar bir yerga chiqargan. Soyi bar bir yerga chiqargan. Zaminni qattiq emas, yumshoq emas qilib bergan. Teriqchilik yo'lini o'rgatgan. Hamma narsani bergan yani. Vaqtni qisqartirish yuzidan men so'zimni mishadadim qilaman. Allah bergan. Berib bo'lgandan keyin payg'ambarlarni o'rgatib sizlarni berisizlar degan. Berisa degan insonlar berisa degan. Olsa demagan. Olmaysa degan Allah. Odamga shuna degan berisa degan. O'zing teriqchilik qil, kishilarga taqat bolalaringni taqitib yugursa degan. Hatto bu berish xususiyatini Allah hayvonlarga bergan. So'zimni anglatamsizlar qarindoshlar? Uxlab ketdinglar hammanglar? Uxlamanglar. Uxlamanga o'chman. Uyg'oq turinglar. Berish xususiyatini Allah bu sizlarning uxlaganliginglar tufayli olimlarimizmi, rahbarlarimizmi, liderlarimiz uxlagan. Bilamsizlar shuni? Hozir sizlar uyg'onibdinglar, hammadan uyg'onib ketdi. Liderlarmi, rahbarlarmi, tashkilotlarmi uyg'onib uxlasa bo'lmaydi ekan dedi. Ularni uyg'otadiganlar biz. Meni uyg'otadiganlar sizlar, sizlarni uyg'otadiganlar men. Bir-birimizni dush kelib turishimiz lozim. Dush kelgim unimisa bigiz bor-ku, bigiz. Iliqi yo'g'on tag'at tikadigan bigiz. Bizga jingni bilan bo'lmaydi bu ish. Bigizni tiqishimiz kerak. Yani mana tiqishinglar kerak men sizlarga. Begizga unimsanglar tayoq. Tayoqqa unimsanglar kaltak. Kaltakka unimsanglar dag'asidigan ish chiqdi bu yer. Sirtmoq da. Uningga unimsa qiyomat kuni do'zax voyi. Allah qiyomat kuni haqni so'zlamaganlarni, naqchilik ko'z yumganlarni, Xitoyning zulmiga ko'z yumib yurgan beshini ichiga tiqiyotgan xoinlarni qiyomat kuni shu qassobningki go'sh asadigan kanarisiga asqandek asıdı. Bu dunyodan so'roq bor. Bu dunyodan so'roq bor. Yani sözümüz kelsak, berishni o'rgatgan Allah insonga berishni o'rgatdi va hayvonlarga o'rgatdi qaranglar. Quchqach baqqalli bormi? Kepta baqqalli bormi? It baqqalli bormi? Eshak baqqalli bormi? Bir eshakning bolasining ismi Xotek deymiz bizning Qashqarda. Boshqa yurtlarda nima deydi uni bilmayman. Butun dunyoda eshakning ismi o'xshash. Hamma yerda eshak deymiz. Ammo ba'zi yerlarda taqay deydi ekan yoki boshqa ism ataydigan eshakning bolasini biz Xotek deymiz. Eshak bolasini tug'ib bo'lgandan keyin yoki taqay yoki eshakning onasi bolasini tug'ib bo'lgandan keyin bolasini yalaydi ekan va yoki uningga bir narsa berdi ekan. Uning bir ish qilib berdi ekan. Berish deydigan narsa bor ekan eshakda. O'ylab baqili. Bir quchqachmi adigini o'zdan bismillah Allohu akbar deb chiqib donni ilib bir yerdan yoki bir qurtni daraxtning qo'lidan tumshug'ini tiqib ilib qurtni og'ziga qo'sqa och u onining, u qushning, u quchqachning qo'sqa och. Ammo shu qurtni og'zida saqlab shundoq yegisi bor u qurtni. O yemekini, o dinini şundak ilgisi var. Ama o quchqach yegisi kelib ketgan qo'sqa ichib ketsimi, donni ilib, avval balasining og'ziga sep qo'yib, undan keyin ketib, yana bir donni ilib, yana bir balasining og'ziga silib o'tib, yana bir donni akilib, qurtni akilib, yana bir balasining og'ziga silib o'tib, undan keyin 4-5 dinini uninki qurtini ilib o'zi yeydi. Berayli, berishni o'rganayli.
aç bir quchqachdek bo'layli. Balsak o'zimizning millatiga berimiz. Balsak o'zimizning mujodilasiga berimiz. Balsak o'zimizning tashkilotiga berimiz. Xatoyaga ketmaydi. Hamda xatolik bo'lmaydi inshaalloh. Bo'lsa tuzitdi. Hamda tashkilotlar xatolik o'tkazishga hech kimning haqqi yo'q. Hamda xalqdan olgan pulni tashkilotlarningki o'zining cho'ntagiga yoki yanchiqqa silish no stop. Ko'zimiz mushunda hozir. Ma ko'zimni ko'rdinglar? Mushunda qarab turibmiz, tashkilotlar nima qilyotdi? Shaxslar nima qilyotdi? Pulni nega ishlatyotdi? Nima ish qilyotdi? Buni mushunda qarab turyapmiz hozir. Keyindan g'aybat qilishga bo'lmaydi. Ay yeb oldi, ma qilib oldi, ma itib oldi. Ay yeb ketdi, aqib ketdi. Fikranga chiqib deysiz. Xitoydan qo'rqmagan yurak nima uchun uningdan qo'rqaydi? 1,5 milliard Xitoydan qo'rqmaysiz. Ammo nima uchun biz naqchilik oldida haqni so'zlashdan qo'rqaymiz? So'zlamasak, sukut qilsak, ular yeverdi, qilaverdi, aytaverdi. Buning uchun tuhmat qilmasligimiz kerak. Hech qanday tashkilotga, hech qanday shaxsga. Ammo kichikkin isbotimiz qo'limizda bo'lsa, nimamiz qo'limizda bo'lsa, yo'q, endi joyingda jimto deyishimiz lozim. Kashki mashinaning keyinda bizim bo'lsaqchi debdi Qarliq. Uyg'urcha yozsanglar biroz o'qiy olayotganman. Sizlarni hurmatlab oldim qarindoshlar mana. Sizlar keynimni qilib o'tag'imni kemmida oldimizda paranglashyotyapmiz. Qanday so'zinglar bo'lsa, hozir ishkiran o'lsanglar ishkiranda ko'rishib, yuzinglarni ko'rib paranglasak bo'ldi. Kemchiliklarni yuziga solamiz deydi. Bu mandaq bir masala, bu kemchilikni yuziga solish masalasi mandaq bir masala. Agar umumiy millatga xoinlik qilayotgan bo'lsa, buni chiroyli tuzitishimiz, inovatini qo'g'dishimiz, rasvo qilmasligimiz lozim. Chiroyli deb isbotni ko'rsatib, bundan keyin bunda bo'lmasin deb bu shaklda desak bo'ladi. Qillab, rasvo qilib, oqchi, ko'kchi, yog'ochi, dumbaqchi, nishkash, qo'daqchi deb uni rasvo qilishimizning hojati yo'q qarindoshlar. Bir-birimizni rasvo qilmaylik. Bir-birimizning inovatini qo'g'daylik. Bizning dinimizda rasvo qilish yo'q. Bizning dinimizda ibrat ilish bor. Ibrat oldirish bor. Bizning dinimizdagi jazolimi u insonni rasvo qilishni ko'rsatmaydi. Masalan, bizning dinimizda bir odam zina qilgan bo'lsa, 4 guvoh bo'lish kerak. 2 guvoh bo'lsa bo'lmaydi, 3 guvoh bo'lsa bo'lmaydi. 3 odam bir odamning zina qilayotganligini ko'rib qolsa-mu, ani biz zina qilib deb jazolamaydi islom. Nima uchun? Adamni islom qo'g'dab qoldi, uni rasvo qilishni xohlamaydi bizning Allohimiz. Bizning Allohimiz bir odamni rasvo qilishni faqat xohlamaydi. Biz Allohning mulki. Allah bizni yasadi, Allah bizni yaratdi. Allah bizni yaratsa biz Allohningki yaratgan bu ne'matlarni, insondan iborat bu ne'matni rasvo qilib versak bo'lmaydi. Ammo ibrat uchun, ammo uning yomonliklarini to'sab qilish uchun rasvo qilmasdan, tuhmat qilmasdan chiroyli shaklda uni bir yanga tortib, uni yuziga solsak bo'ldi. Uni deysak bo'ldi, yig'natsak bo'ldi. Uni bilan o'ltirib paranglasak bo'ldi. Ammo to'rlarga yizib, oqchi, ko'kchi, yog'ochi, dumbaqchi desak, qarindoshlar bo'lmaydi. Bu Allohning diniga xilof bir odamni rasvo qilish. Bu bizning milliy axloqimizga xilof. İnsanlarni rasvo qilishga hech oldirmayli. Bir-birimizning yuzini to'kashga hech oldirmayli. Bir-birimizning aybini hech oldirmayli. Bu bizning farzandimizdan, ochimizdan, singlimizdan chiqib qolmasin. O'tganda programma qildik. Bu programmani suhbatni qilgan xonim hozir ekranimizda bor. Anglatdi, yozibdi. Chechim chiqib qopti, yog'liq atmabdi degan inkaslarmi bo'ldi. Qarindoshlar, bizning 30 million xalqimiz yog'liq atanmaydi. Chiqib qolyapti. Ular kuchimiz yetmayapti. Sening kuching hamda mush chet eldagi insonlarga yetamda qarindoshlar. Ha? Ayat 30 million adam namoz o'qiyapti, uni namoz o'qi deyolmaysan. Ayat 30 million adam yog'liq atanmaydi, dinini yashayapti, uni deyolmaysan. Ey Xitoy,
Sen bizim dini erkinlikimizni bad diyemeysen. Miyada bir adam hem de o insan degan isloh bo'ladi, inson degan tavfiq hidoyat topadi. Allah bizga deyishni buyurdi. Bir kun u atidi, bir kun u qiladi, bir kun u o'qiydi u namozni. Bir kun u qiladi u hajni. Bir kun u musulmon bo'ladi butunlay. Zodi musulmon biz hammamiz. Kichikkina xatoligini tutib olsak, telefonni qilibla yoki xatni yozibla, voy sening cheching chiqib qopti, voy sening sen namoz o'qimaydi ekan. Bundaq deyishimiz bizning dinimizda to'g'rimi? Ajab Xitoyga deyolmaydi ekanmiz, bizning xalqimiz namoz o'qitmasa. Ajab uning oldida jonliq emas namoyish qilmaymiz yoki Xitoy konsulda deyolmaymiz shuni. Xi Jinping degan terrorist deyolmaymiz. O'zimizning Uyg'uri bir xatolikni o'tkazib qolsa, uni tutib olib, shu yerdan aşağı resva qilib uni bo'z butun xalq olam oldida sharmanda qilib, ey qarindoshlar, hammanglar ayblik. Aziz do'stlarim, men bir narsani tushuntirmayapman qarindoshlarimiz. Sizlarga demoqchi emasman. Dardimni to'kib olay biroz. Yana 20 kilometr, 15 kilometr qoldi. Biroz chidab o'tirib bersanglar mamnun bo'laman. Chunki bu videoni tarqatmayman. Aziz qarindoshlar, hammanglarning oilasida ayblik odamlar bormi, yo'qmi? Bor. Tamoq chekadiganlar bormi, yo'qmi? Bor. Yog'liq atmaydiganlar bormi, yo'qmi? Bor. Namoz o'qimaydiganlar bormi, yo'qmi? Bor. Ancha-muncha xato ish qilib qo'ydiganlar bormi, yo'qmi? Bor. Voy sen o'zingning oilasida bor u narsalar. Men u oilasida bu yo'q degan odamni men e'tirof qilmayman. U nodir. Mingning ichida birisi, 10 mingning ichida birisi. 10 ming oilaning ichida bir oilaning ichida butunlay taqvo musulmon bo'lib ketganlar chiqib qolishi mumkin. Bo'lmasa hammanglarning oilada tag'adi bir dard bor, tag'adi bir ayib bor, tag'adi bir rasvochilik bor. Nimda biz haqni rasvo qilamiz? Nimda biz haqni aybini yechishga urinamiz? Nimda biz oralli turimiz haqni shu bo'lsa, mush bir yomon bo'lsa, bu hammadan bu insonni yomon ko'rib qolsa, buningda turimiz. Bu bizdagi xatolik. Nima uchun biz uning aybini yechish qilib turimiz? Ayib bizning oilamizda yo'qmi? Namozsizlar bizning oilamizda yo'qmi? Yog'liqsizlar bizning oilamizda yo'qmi? Bor. Ey, Sharq Turkistonlik muhojir qarindoshlar, hammanglarningki oilasi vatanda. Bizning onalarimiz yog'liq ota-olamda hozir, ota-otamda. Bizning onalarimiz namozlarni, onamizning gibini qilma, onamizning. Asli ashular taqvo musulmon bo'lish kerakdi. Bo'latamda bo'lanmadi. Xitoyning zulmidan bo'lanmadi. Xo'sh. Ailelerimiz dinni yaxshi yashayalatamdi? Yo'q. Diniy shaklda to'g'ri yo'lda ketayotamdi? Yo'q. Hammanglar gunohkor hozir. Bir-birimizning gunohini yapadigan vaziyatga qarab o'tib ketyapmiz. Bir-birimizni yo'shirdigan, birimizning aybi chiqib qolsa darhol uni yapadigan. Bir-birimizningki nachar qilmish ko'rinib qolsa darhol uni yapadigan bir holatga taraqqiy qilyapmiz. Buning uchun inshaalloh so'zimni qisqartay qarindoshlarim. Erkin dunyoda ham oilalarimizda bor va yoki urug' tuqqanlarimizning orasida bor. Xo'sh, buni sen tamoq chekib desang, buni sen namoz o'qimaydi desang, buni sen yuzi qora bo'lib qolibdi desang, sen haqliq. To'g'ri, u namoz o'qimasligi mumkin bijmazgil. To'g'ri, u bijmazgil Allohning hidoyatiga uchqichorlikda dinninki ahkomlarini to'liq qilolmasligi mumkin. Ammo sening oilangda bor-ku, sening urug' tuqqaning shu-ku. Sen o'zingning urug' tuqqaniga, oilangga deyamay, nima uchun haqni deysan? Nima uchun haqning aybini yechishga tursa? Haqni sen chiching chiqib qopti, namoz o'qimaydi ekansan, dinni qaytarmaysan degan kishi. Sen urug' tuqqaning nima ish deyamiding? Nima uchun o'zingning farzanding deyamiding? Nima uchun o'zingning akasini singlisini deyamay turib, boshqalarning aybini ochamiz biz?
Biraz insaflı bulaylı. Avval özümüzden ailesiga deyli, ailesini kutulduraylı. Özümüzden ailesiga dinni teşvik kılaylı. Özümüzden ailesinin ayıbını ıslah kılaylı. Deme deganlik emas. İslahat özümüzden ailesinden başlanır. Undan keyin bir adam hatalık qilgan bo'lsa, qarindishim deb uning ayrim WhatsApp'iga yozib, qarindishim, can yo'ldishim, vatandishim, 3 kilometre sonra sağdaki çıkışı. muhacirim, aziz Uyg'urim, sizdan mandaq bir xatolik o'tdi. Alloh sizni hidoyat qilsin. Dinimiz qaytib kelayli. To'g'ri yashayli. Tamakidan jiroq turayli. Araqdan jiroq turayli, qimoqdan jiroq turayli. Yomon yo'llardan jiroq turayli. İslam bilan yashayli. Chunki bizning yordamchimiz Alloh. Biz faqat Amerikaga yo'llanmaymiz, biz faqat Angliya, Amerika, Fransiya demaymiz, Turkiya demaymiz. Bizga yordam qiluvchi Alloh. Allah bizga yordam qilmiz, bizning ishimiz tez. Allohga qaytib kelayli. İnna lillahi ve inna ilayhi raciun. Biz Allah'ın mülkü Allah qaytimiz. Dinimiz Allah qaytib kelayli deb chiroyli nasihat qilamiz. Bu nasihatni payg'ambar qilgan. Bu nasihatni sahobalar qilgan. Payg'ambar bir odamning aybini ko'rgan vaqtida bizning aramizda manda odamlar bor ekan deb yig'inlarda yoki konferanslarda, tabliğlarda o şekilde deydi. Qo'ba sen o'ynangdan turasan, ma'ishni qilibsa deb uni odam bayat sharmanda qilib, rasvo qilib bunday qilmaydi. Hozir bizning rasvo qildigan, sharmanda qildigan WhatsApp'imiz bor, tayyor. Facebook'imiz tayyor. Twitter'imiz tayyor, YouTube'imiz tayyor. Şuna aldırmaylı qarindoshlar demoqchiman. So'zimning oxirgi nuqtasini deyman, chunki manzilimga kelib qoldim aziz do'stlarim. Teşkilatlar ve rehberler ve qarindoshlar insonlarga berishni o'rganaylik, beraylik demoqchiman. Bu berishni bilgan odam Allah berdi unga. Berayliganligi Allah berdi. Allah bir sahar qopqanni, yani biri sahiyni yaxshi ko'rdi. Sahar qopqandan qo'rq, sahiydan qo'rq. Sahiylarni Allah bek yaxshi ko'rdi. Sahiylik bizning payg'ambarimizning eng chong sunnati. Rasululloh vafot bo'lib ketganda bir qo'sh changalda 4 qo'sh changal arpa maraz qolgan, uyda shunchalik narsa bordi. 3 qavatli uyi qolmagan, mashinasi qolmagan, bankada pullari qolmagan. Rasulullohninki vafot bo'lib ketgan vaqtida Rasulullohning dobulg'isi jangda kiydigan temir kiyimi Göreğxanda göreğe qo'yilgandi. Puli yo'q, boyligi yo'q. Dunyoda hech bir narsani do'st tutmay ketgan bir payg'ambarning ummati biz baxillikni o'rganib ketdik hozir. Boshqa millatlar saxiylikda bizdan eshib ketdi. Turklar qarab beqinglar, kambag'alim berdi ekan, beyimi berdi ekan. Qaysimiz inkor qila olamiz shuni? O'ylab beqinglar. Bir Türk'ten qishg'i berib qo'sqa mashta desa bir dönerni olib berdi ekan, mahallaq. Kunab ketibdi. Berishga kunab ketibdi. Men necha yil Türklarning qishda yashadim. Turkiyada yashadik. Bir inson bir narsa talab qilsa berib kunab ketibdi. Biz bir ko'naylik. Shu hammani ber demaymiz. Hammani qil demaymiz. Qulingning yerimini tashkilot qilib berib, yerimini bu yo'lga ishlatib demaymiz. Qarindishim bir koy, 1 TL, 1 dollar yoki 5 dollar yoki bir bayroq elib namoyish qiladigan odamning qo'liga tutqizib qo'y. 3 TL, 5 TL. Yevropada bir bayroq 5 yevro. Bir lag'man 10 yevro. Bu mücadele shundoq bo'ladi. Ammo hammaylar beraylik. Ma Yevropadagilik asosli deymi? Yevropadagilar ma tiqib qo'ygan pullaringlarni ko'masga silib olamiz inshaalloh. Yanchiqondagi puldan berib qo'ysam. Yanchiqonlardagi puldan 5 so'm, 10 so'm. 10 yevro, 5 yevro.
berishni o'rganaylik. Alloh rozi bo'lsin, yaqindan beri o'rganyapti xalqimiz. Tashkilotlarni yo'latadi. Mayli Misr vaqasi bo'lsin, mayli qurbonliklar bo'lsin, mayli zakat o'shirlarining hammani qiyinchilik qilgan oilalarga o'rgatadi. Burun vatanga o'rgatdik, ammo keyin vatan bilan bog'imiz kesilgandan keyin chet eldagi Uyg'urlarga o'rgatadigan bo'ldik. Hozir islohot bek yaxshi bo'ladi. Berishni Uyg'urlar o'rganyapti. Ammo umumyuzlik emas. Shunga men so'zimning oxirida desam qarindoshlarga umumyuzlik o'sha berishni bek o'rganaylik. Haftada bir qitim 5 so'm pulimizni berib qo'yaylik. Kunda 1 so'm pulimizni berib qo'yaylik. Ayda 10 so'm pulimizni berib qo'yaylik. Ko'z ko'rinmaydi. Farzandlarimizga o'rgataylik berishni. Chunki bergan odamga Alloh beradi. Bergan odamga Alloh jannatdan o'rin beradi inshaalloh. Yaxshi o'qib ketamiz aziz qarindoshlar. Alloh hammangizga rahmat qilsin. Qanchalik vaqt bo'libdi? Mening telefonimni ko'ranmidi? Qanchalik vaqt bo'ldi qarindoshlarim? Bir yozib o'tinglar soatni. Iqtisodiy ish qiladigan ish qilsa bo'ldi deydi. Avval berishni o'rganaylik inshaalloh. Bu planlarmi chiqadi. Nima uchun berishni o'rganaylik deymiz desanglar qarindoshlar? O'sha Alloh basi bag'u hammani berib ekan. Doktorni berdi ekan, proje berdi ekan, iqtisodiy qaynoq berdi ekan. Tuyuqsizlik boyib ketdi ekan bize. Chunki Alloh Qur'oni Karimda va man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja va yarzuqhu min haysu la yahtasib. Allah'dan qo'rqqanlar degan gap Allah bə degan narsani bəgəlli degan gap bo'ldi. Allohdan qo'rqish, Allah qo'rqinchli bir narsa emas. Allah qo'rqinchli bir narsa emas, Allohdan qo'rqamiz. Allah suyimlik bir zot. Allah yaqin keladigan bir zot. Allah biz yaxshi ko'rib yiqilishadigan zot. Qo'rqib titrab qichib ketadigan zot emas. Allohdan qo'rqqanlar degan gap Allah'ın buyrug'iga bo'ysunib bə deganni bəgəlli degan gap bo'ldi. Qil deganni qilganlar degan gap bo'ldi. Agar ashta qilsanglar va yarzuqhu min haysu la yahtasib deydi. Sizlarga Allah sizlar o'ylamagan bir yerdan Allah rizq berdi deydi. Ben az 2 saat so'zlab ketgandek bo'lib sizlarning vaqtinglarni shunda olgandeklar his qilyaptim o'zimni. Ovozlarimni chiqmadi-ku. Fillarim qurdi. Demak, chiq vaqtim bo'lmabdi, ammo 3 soat o'g'andek his qildim. Chiq gap qildim chunki boshqalar ikramni o'rgatmadi gap qildiganlar. Yoki men ko'rmay qoldim ketini. Mush basiq va qarindoshlar Alloh bizga iqtisodiy projelarni osmondan tushirib berdi. Bizga lider o'rgatib berdi. Chunki berganga berdi Alloh. Biz bermasa qanday Alloh berdini? Bizga minglarcha yilqilarni, yilqi deymizga qo'ylarni, kalalarni o'rgatib berdi Alloh. Bizga Xitoy qarshi farishtalarni o'rgatib berdi, qo'shinlarni o'rgatib berdi Alloh. Bizga zavod, kon-korxonalarni o'rgatib berdi kelgusimizda. Bizga. Buning ishonmasanglar bu iymoniy bir masala. Allohning oyatiga ishonmagan bo'lsin. Bu sen bermasang Alloh sen qanday berdi? Endi boshlandi gapning beshi debdi. Bu aslida jiqadamning qo'liga yaqadigan bir gap emas. Shuni qaranglarmi, berish degan gap boshlangandikinlar ko'rish sonimiz tushib ketdi. Ko'rdinglarmi? Berish degandikinlar Alloh Alloh. Endi bu beryapmiz. Bu berishning gapini qilyapti. Elish degan gapni nima qilmaydiganlar. Deydi. Hozir men temadan birini izib mishada. Temadan birini izib qarindoshlarga mukofot beramiz yoki manch pul beramiz degandikinlar hozir 100 necha odam, 150 odam, 200 odam ko'ratdi. Ammo beranglar degandikinlar sonimiz tushib ketdi. Chunki berish inson tabiatiga ig'ir keladigan bir narsa. Berish shayton insonningki berish xususiyatining oldida o'tirib oladi. Shaytonning eng diqqat qiladigan bir vositasi saxiyalarga bek diqqat qiladi, taqvolarga bek diqqat qiladi,
Şun sizlerde bir şeytan bolsa, taqvo insonlarda 100 ming, 10 ming şeytan bo'ladi. Şun ba'zi taqvolar ezib ketsin, bek ezib ketishi shunday. Yani bek şeytanlar bek kuchliq ular hujum qildi. Bu bermadigan odamning qishig'i shaytondan 10 kilodi. Bir şeytan deydi. Ayetdi qanday qilsa qirindishim bersan. Bir şeytan deydi. Sen beriversen avunun uyi şunda güzel, maşinası kıymet. Sen ulardek yaşayamazsan qanday qilsan. Sen beriversen balam aç qalmamdı deydi. Sen beriversen yana bir şeytan deydi. Hatta deydi ki sen bayıp bermemsi deydi. Sen kembegal hazır. Sen hazır kembegal. Sen hazır özünün cinni baksan mı cennetke girsen? Sen hazır özün aş pulunu özün işletsen mi cennetke girsen? Sen beğenmişsen mi bulu da hazır ki senin pulun bommasın emine birisi deydi. Bir şeytanın ama şeytanın. Aslı bad birin davatkan neyse Kur'an-ı Kerim'deki İttakullaha mestata'tum ayetindeki birin alın. Kulunuzdan kilişçi birin deyen gep bu. Özün yeydiğini yok. Emmini berivet deyen gep emez. Aşının kışığımı şeytan gelip senin birdiğin nesin zaten yok ki. Bu yok nesin qanday birisi deydi. Ameliyatı Avrupa'dakilerin hemmisinin Avrupa'daki Uygurlarının hemmisinin yan çıkıdı pulu var. Bireleydi o. 5 so'mdan 10 so'm, ayda 10 so'mdan pul bereleydi. Qanday bir tashkilotga. Men ixrar mening yonimda birisi bor ekan debdi, shaytondan birisi bor ekan debdi. Hammadamda shayton bor. Payg'ambarimiz degan har insonning bir shayton bo'ladi deb. Mendan bir shayton bor deb, uni men musulmon qilib etdim degan bizning payg'ambarimiz. Ay shaytonimizni musulmon qilib o'tishimiz kerak. Ay shaytonimizga biri verib, shaytonni xijil qilib, ay shaytondan beradigan qilib qo'yishimiz lozim. Çünkü şeytanlar arkalık mı dinini güçlendirdi Allah, kafirler arkalık mı dinini güçlendirdi. Bu Allah'ın acayip hikmetleri var bunun da. Biri ve gelirken bu şeytan zirkep bunun beğenme desem unumaydıgan ben baş kapak baş dört bir insan çıkaptı mı? Bu şu dörtün yeniden kitey şu deyip şeytan minimizden kitedi. Çünkü sahabının içinde boğan bu evvalla yüz bergen. Mesela Ali radıyallahu anhu mu şeytanın el kıygan. Ömer radıyallahu anhu mu şeytanın el kıygan. Aş sahabelerinin manga yoldan şeytanlar uçkap qalsımı ayağına qaylab keyinden qilib turib oldigan bo'lgan yoki boshqa yo'ldan keladigan bo'lib qolgan. Şeytanni el qilishimiz. Mush berish kelganda biz Uyg'urlar mush masalani bek qattiq o'ylashimiz kerak. Qattiq o'ylashimiz kerak. Hozir biz 2000 TL mukofot bermoqchi. E'lonni yozib qo'ydik, proje ko'rsatsanlar. Bakaq beraylik desek xata tushunib qoldi nemish bakaq berdiganda deb gumon qilishib turibsizlar. Shu proje xalqni uyg'otish uchun proje ko'rsatsanglar biz sizlarga 2000 TL mukofot beramiz dedik. Hozirgacha qoyil qilarlik bir proje kelmadi, inshaalloh bundan keyin kelib qolar. Ya'ni shu berishni o'rgangandan tortib Allah'ınki bizning jiq yo'llarimizni ichitirganligini diniy jihatda bilishimiz kerak. Buni mollalarimiz, olimlarimiz mi deyish kerak. Buni ochiqlab berishimiz kerak. İnşallah Ramazonda diniy da'vat qilib qolsak, buni ochiqlaymiz Alloh xolisi, unutib qolmasak. Agar Uyg'ur xalqi bor-ku, qarindoshlar. Uyg'ur xalqi berishni o'rgansa, Alloh bir osmonning ishini ichishga boshlaydi-ki, barakatning ishini. Bizga bakjiq narsa berib o'tdi. Biz bermaganligimiz uchun bizga bermadi Alloh. Bermaganga bermaydi. Ya'ni agar Uyg'ur xalqi berishni o'rgansak, Alloh bizga siyosiy lider berdi. Alloh bizga kuchli tashkilotlarni berdi. Alloh bizga kuchli qurollarni berdi. Alloh bizga kuchli qalamlarni berdi. Kuchli ilmdorlarni, olimlarni berdi. Avval berib boqaylik bu Alloh yo'li. Bu millatning, bu vatanning yo'li. Alloh bermagan vaqtida undan keyin ey Alloh biz berdik. Qon berdik, jon berdik, iqtisod berdik. Endi bermadim. Bergin endi deyimiz vaqtida-chu. Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi. La yuxliful mi'ad. Bu Alloh va'dasiga xiloflik qilmaydi.
Biz hiç qilmay bermay turib, canni desmay sanmay turib, qonni desmay sanmay turib, Bosniyaninki Bosniya girsiga o'ynadigan davlatni bilasizlar. Kosova urushini bilasizlar. Serblar, xorvatlar, musulmonlar, Bosnaqlar uch taraf bo'lib urushdi 95-yillarda. 180 mingdan 200 ming qadar odam o'libdi. Meningki o'qigan ma'lumotimda 200 ming odamni ziyon tortibdi. Ammo u davlat mustaqil bo'lib, hozir o'zininki erkinligida o'zining dinida yashayapti. Masalan, jon beribdikan Alloh ularga vatanni berdi, dinni berdi, erkinlikni berdi. Turklar 8 davlat birlashma armiyasining oldida Çanakkale urushida, İstanbul Boğaz'da, Kahramanmaraş'ta, bu yerda 300 ming, 350 ming şehitni berdi. Qon berdi Türkler. Hatta yezida erkeklik qilmay, 12 yosh, 13 yosh, 14 yoshlik bolalarning shu hujjatlik bilimlari bor. Askarlarni, kichik bolalarni uvatdi, qon berdi. Beribdi, Alloh bularga vatanni saqlab berdi. Vatanni berdi, erkin yashadi. Dinini yashadi. Ummatni qutqizaman deb yuriydi. Yana bir avantaj berdi. İnşallah biz mi bersek Allah xolis cho'qim. Allah bizga berdi degan iymonda yashashimiz kerak. Shuning uchun eng oxirgi so'zim bereyli, Allah bizga bersin. 500 metre sonra. Amin deydi Allah barmı qarindoshlar. Allah bas ajoyib berdi. Biz o'ylamagan yer. Fikranni taqayma. Hammanglarni Allohga topshirdim. Vaqtinglarni qo'ydim. Allah sizlardan razı olsun. Ardından sola dönün. İnşallah meyli bugün keç olsun, meyli ertib olsun yani. Fikranda görüşümüz. Sola dönün. Ardından sağa dönün. Qo'llab quvvatlab berganingizga rahmat. Ular ma'naviy jihatdan qo'llayotganlar bek ko'p, meni moddiy jihatdan desteklamasimi? Boshqa qarindoshlarga rahmatimni bildiraman. Hammalarni Allohga topshirdim. Allohga omonat. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.